Bismillahirrohmanirrohim. Bugun nabr qoidasi haqida gaplashamiz. Nabrning avvaldan shug'ullanib yurgan kuzatuvchilarimizga ma'lum bo'lgan holatlari mavjud, ammo bugungi darsimizda ko'pchilik kuzatuvchilarimizga noma'lum bo'lgan holatlari haqida ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Nabr bu nima? Nabr urg'u degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bir oyatni o'qir ekanmiz, o'sha oyatning qaysidir harfiga yoki qaysidir bo'g'iniga urg'u berib o'qish nabr hisoblanadi. Nabrning ma'nosi shundaki, agar biz nabr berilayotgan harfga, urg'u bermaydigan bo'lsak, o'sha harf yaxshi eshitilmasligi mumkin. Oddiy bir misol, Fotiha surasining quyidagi oyatida shaddali ya harflariga nabr beriladi. Iyyaka singari. Agar biz bu shaddali yaga nabr bermasdan tekis o'qiydigan bo'lsak, go'yoki cho'ziq i kabi aytishga majbur bo'lamiz. Iyyaka, lekin bu to'g'ri emas. Iyyaka emas, iyyaka deb, ya'ni ikkitaligini bildirib ketishimiz kerak. Nabr qilish holatlari. Nabrda ikkita umumiy holat bor. Birinchisi doimiy nabr qilinadigan holat, ikkinchisi faqatgina vaqfga xos bo'lgan holatlar. Birinchisi doimiy nabr. Bu ham 3 xil bo'ladi. Birinchisi shaddali ya hamda shaddali vav har doim nabr qilinadi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا. Ikkinchi holat lozim mad. Agar mad harfidan so'ng shaddali harf keladigan bo'lsa, shaddali harfning birinchisiga nabr beramiz. وحاجه قومه. Agar nabr bermaydigan bo'lsak, birinchi jim yaxshi eshitilmay qolishi mumkin. Wahajjahu singari. G'oyril maghdubi alayhim waladdallin. Doimiy nabrning 3-holati. Ushbu 3ta so'zga e'tibor beraylik. Qola, istabaqo, zaqo. So'zlarni ulab o'qish qoidasiga ko'ra, agar bir so'z mad harfiga tugasa, xuddi bu yerdagi 3ta so'z singari. Keyingi so'zimiz agar sukunli harf bilan boshlanadigan bo'lsa, ikki so'z ulab o'qilganda mad harfi talaffuzdan qoladi. Bu 3ta so'zni ham undan keyin kelayotgan boshqa so'zlarga vasl qilib o'qiydigan bo'lsak, so'zlarning oxirlaridagi aliflar talaffuzdan tushadi. Ammo ana shu aliflarni bildirish, o'sha aliflar aslida bor ekanligini anglatish uchun a ni nabr qilib o'qiymiz. Bu quyidagicha: va qolal hamdulillah. Va qolal emas, va qolal. Aga biroz urg'u beramiz. Wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Wastabaqal emas, wastabaqal baba singari. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. Aslida mad harflariga tugaydigan so'zlar ko'p. Ular keyingi so'zga vasl qilib o'qilganda ana shu mad harflari tushib qoladigan holatlar juda ham ko'p. Nega aynan shu 3 chala so'zda nabr qilinadi? Bu
uchta so'zning ma'nosi quyidagicha: qola, u ikkovi aytdi; istabaqo, u ikkovi musobaqalashdi; zaqo, u ikkovi tatib ko'rdi. Uchala so'zda ham ikkilik ma'nosi kelyapti, birlik emas. Va bu ikkilik ma'nosini so'zlarning oxirlaridagi aliflar ifoda qilmoqda. Agar biz u aliflarni cho'zmaydigan bo'lsak, qola deydigan bo'lsak, ikkilikdan ma'no birlikka tushib qoladi. Keyingi so'zga vasl qilganda albatta bu aliflar cho'zilmaydi. Ma'no o'zgarib ketmasligi uchun aliflarni tushirsak ham ulardan oldingi fathalariga nabr beramiz. Wastabaqol bab singari. Demak, hozirgacha 3 ta doimiy nabr holatlarini sanab o'tdik. Birinchisi shaddali ya bilan shaddali vavda dedik. Iyyaka na'budu. Ikkinchisi lozimmat agar mad harfidan so'ng shaddali harf keladigan bo'lsa. Wa hajjahu qawmuhu singari. Uchinchisi quyidagi 3 ta so'z qola, istabaqo, zaqo so'zlarini keyingi so'zga vasl qilib o'qilganda fathaga nabr beriladi. Wastabaqol bab singari. Endi esa vaqfga xos nabrlarni sanaymiz. Birinchisi mad yoki lin harfidan keyin hamza kelsa va uni sukunli vaqf qiladigan bo'lsak. Birinchi mashqda alif ya'ni mad harfidan so'ng qat'iy hamza kelyapti. Ikkinchisida ya lin harfidan so'ng qat'iy hamza kelyapti. Biz bu hamzalarni sukunli o'qiymiz va nabr qilamiz. Agar nabr qilmaydigan bo'lsak, hamzalar yaxshi eshitilmay qolishi mumkin. As-sama shay aw kasoyyibin minas sama. Vaqfga xos bo'lgan ikkinchi nabr. Agar shaddali harfni sukunli holatda vaqf qiladigan bo'lsak, uning faqat bittasi o'qiladi va ikkinchisiga ishora sifatida bittasiga nabr qilinadi. Fatol emas, fatol lamga nabr beramiz. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Shaddali harfda sukunli holatda vaqf qilsak uning bittasiga nabr beramiz dedik. Ammo buning istisno holatlari mavjud. Birinchisi, agar shaddali harfimiz nun yoki mim bo'ladigan bo'lsa, u cho'zib o'qiladi, nabr berilmaydi. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Ikkinchi istisno holat. Vaqf qilayotgan shaddali harfimiz agar qalqala harfi bo'lsa, unda nabr qilinmaydi, balki ikkisi ham o'qiladi. Inna
أرسلناك بالحق تبت يدا أبي لهب وتب singari nabr qilish holatlari shulardan iborat edi va darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.